Voy, mana yotishni qara. Uka, uyg'on, bugun seni to'yi. Yuragimni yo'rdingizlar ertalabdan. Ona, buningiz uylanishda 30 yoshgacha sudrab yurdi, endi qiziqishi ham qolmagan. Aka, yuzingiz chiroyli qilmaysizmi? Bugun kuyovsiz-ku. Yuzingga nima qilgansan? Maska bu. Qara, kuyovjo'ni keldi o'rtalaring. Hal tayyor emas-ku bu. Salla kuyov jo'rasan, shunaqa keling meni to'yimga. 30 ga chiqib uylanib, bizda kasb shim so'rayapsan. Ketamiz bo'lmasam. Qo'rqay to'xtab bo'ladi. Borib o'tiraman sartaroshga. Qir. Borish kerak sartaroshga, kuyovsan, prichoska qiladi. O'rgildim. Apa to'g'ri aytibdilar lekin. Yo'g'i? Aka o'zi kuyovlik prichoska nechi pul? Shu $100 da. $100? Ana böyle. Menga $100 deydi bu. Suvni qo'y. Qani? Bizaga moshin gaplashganmisan? Sizlarga moshin nima kerak? Voy, nima degani? Azan qizib ketayotganda, yoningda qizib ketmaydi moshinada, voy. Men o'zimga moshin gaplashganim yo'q-ku, Oli. Ibi. Ha shuni aytsa uyda yuvib kelmaymanmi mashinani?